sizni hozirgi samootsyenkangiz sizni ota-onangizni aksi. Agar ota-ona mana bu yerda rasmga bir guvoh bo'linglar. Ota-ona yo'qchilik ongida fikrlasa yoki hamma narsadan ayb qidirsa yoki o'zini men yetarlicha emasman deb his qilsa, bolasiga aytmagan taqdirda ham buni bola ko'radimi? Ko'rganmisiz? Otangiz o'ziga ruxsat bermay faqat bir xil kiyimni kiyib yurganini. Pul bo'lsa ham balki olmagan. E'tibor bersanglar, bolaning samootsyenkasi shuni ulg'ayganda aks etadi, to'g'rimi? Endi ona deylik, qizlar ko'rib katta bo'ladi onani. Ona o'ziga ruxsat bermayapti. Ona faqat jertva obrazida bo'lsa, hayotdan nolish obrazida bo'lsa, o'zini fikrlarini ayta olmaslik obrazida bo'lsa, nima ro'y beradi? Mana rasmda ko'rsatilib turibdi. Nima ro'y beradi? Qiz ham qachondir vaqti kelganida o'zini haqqini talab qila olmaydi. Chunki u shuni ko'rgan, u dasturda shunaqa o'sgan. U men o'zini, qaranglar, e'tibor beringlar. Hozir samootsyenkaning turlariga o'tamiz. Keyingi slayd. Endi qarang, xo'p, to'xtab turamiz. Bu-chi, bu rasmchi. Ota o'ziga ishonyapti. Ona o'ziga ishonyapti. Baxtli o'zini his qila olyapti. Bola ota-onaning samootsyenkasini his qilyapti. Himoyasida ekanligini his qilyapti.